Men dunyoni yengilmas kuch bilan ta'minlayman. Altron, barcha yaratuvlarda qo'rquv mujassam bo'ladi. Odamzod qurol yaratadi. Jangchilar, qasoskorlar, odamlar kichkinagina odamchalarni tug'ishadi. Ular ko'payib dunyoni zabt etishmoqchi. Sen esa bu yerga qasoskorlar tufayli keldingmi? Men dunyoni qutqarish uchun keldim. Shu bilan birga qasoskorlarni o'ldiraman. Siz sayyorani asramoqchimisiz, biroq taraqqiyotga qarshi chiqyapsiz. Dunyo qasoskorlar o'lgandagina ozod bo'lishi mumkin. Dunyoni yaxshiroq qilmoqchi Bu edik. yaxshiroq bo'ladi. Odamlar qirilib ketgandami? Qirilishning bu yerda insoniyat hali aqlini yig'a olishi mumkin, agar bunga qodir bo'lsa. Qodir bo'lmasa-chi unda nima? Singlingdan so'ra. Sizlar yiqilish uchun parvoz qilasizlar. Sizni tantanangiz yuk ostida sayyora parchalanib ketadi. Yangi avlod uchun yangi tug'ilgan dunyo. Men ular uchun yangi porlovchi dunyo bo'lishim kerak edi. Odamlar umid va ishonch bilan osmonga qarashardi. Endi siz tufayli ular osmonga qo'rquv bilan qarashadi. Bizni o'ldira olmagan narsa kuchliroq qiladi.